Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy qarmog'idagi Tangritog' to'rining 12 ayning 29 kundagi xabarda bildirilgancha, Xitoy hukumati 28 dekabr kuni Xitoy davlatlik energiya guruhi atalmish Xinjiang energiya cheklik shirkati 2 nomerlik 10 million tonnalik ko'mir konini qazishni boshlagan. Xongshaochen 2 nomerlik ko'mir kon quduqi atalmish Xinjiang Jundong iqtisodiy va texnik taraqqiyot rayoniga joylashgan bo'lib, bu kon rayonining geologik zapasi taxminan 5 milliard 857 million tonnadan oshadi ekan. Bu rayondan chiqadigan ko'mir yuqori sifatli issiqlik ko'mir va ximiylik ko'mir bo'lib, ishlab chiqarish iqtidori 20 million tonna. Buning ichida birinchi bosqich tasdiqlangan ishlab chiqarish miqdori yilga 10 million tonnadan oshadi ekan. Xongshaochen 2 nomerlik ko'mir kon plani atalmish Xitoy Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining 14-5 yillik planidagi muhim qurilish turidan biri bo'lib, Xitoy hukumati bu qurilish turini texnik a'lolashtirib, savdo muhitini yaxshilab, bu tur qurilishining o'ngishli berilishini kafolatli qilgan. Xitoy hukumati yaqin kunlarda Sharq Turkistondagi tabiiy boylik zapasini qazishni texnik tezlashtirib, ko'mir, tabiiy gaz, neft va boshqa turli qazilma boyliqlarni ishlab chiqarish iqtidorini texnik kengaytirishga boshlagan. Hozir qadar Xitoy davlatlik energiya guruhi atalmish Xinjiang energiya cheklik shirkati Xishan ko'mir koni, Jundong ko'mir koni va Xongshaochen 1 nomerlik ko'mir koni qatorliq 3 cho'ng ko'mir konni qazib ishga kirishtirgan. Xongshaochen 2 nomerlik ko'mir kon turining umumiy planlangan mablag'i 9 milliard 987 million yuan. Buning ichida birinchi bosqichlik mablag' 5 milliard 570 million yuan bo'lgan. Bu shirkat Sharq Turkistonda milliard tonnalik ko'mir kon qurish planini rasmiy boshlagan. Atalmish Xinjiang Gazeti to'rining 12 ayning 28 kundagi xabarda deyilishicha, 27 dekabr Xitoy hukumatining terrorlik qarshi turish qonuni e'lon qilinganligining 8 yillik munosabati bilan atalmish Xinjiangning mamlakatlik terrorlik qarshi turish va bexatarlikni o'rtaq barpo qilish, terrorlik qarshi turish tashviqoti va ta'lim-tarbiya faoliyatining boshlanish murosimi Korli shahridagi yoshlar ulgi ko'rsatish universal mashq bazasida o'tkazilgan. Bu faoliyat yana atalmish Xinjiangdagi 14 viloyat, shahar va avtonom rayondagi terrorlik qarshi turish xizmatiga rahbarlik qilish guruhi va o'rinlari birli vaqt tashviqot va ma'rif faoliyatlarini yapgan. Bu faoliyatga atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik terrorlik qarshi turish ishxonasi sahibxonlik qilgan bo'lib, faoliyat terrorlik qarshi turish tashviqoti va ma'rifni texnik ilgari surish, terrorlik qarshi turish qonuniy bilimlarini umumlashtirish, qonunga hurmat qilish, qonunni o'rganish, qonunga rioya qilishni maqsad qilgan hamda uni butkul jamiyatda o'rtaq umumlashtirib, xalq orasida atalmish terrorlik qarshi turishning kuchli harakatlantirish kuchini shakllantirib, atalmish Xinjiangdagi ijtimoiy muqimlik va uzun muddatli tinchlik va tartibning amalga oshishiga kafolatlik qilishgan. Analizchilarning ko'rsatishicha, Xitoy hukumati bu faoliyatni boshlash orqali Sharq Turkiston xalqini yana bir qatam bostirib va yo'qotib, qirg'in qilish shabisini bermoqchi ekan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.